бүткүл әлемге Уйгур ТВ каналы аркылы бүткүл Уйгур дүйнөдөгү кыйындаштарыбызга тонутуп атабыз. Шуның үчүн биз чоң рахметибизди айтабыз. Hürmetli kerimdaşlar, ben bugün Қазақстан Cumhuriyeti Uyg'ur ovozi gazetining muxbiri. Bugün biz Cumhuriyetimizde emas, Olmut shahrida emas, Қазақстан Cumhuriyeti'nin en aldın qatarda turgan 153-cü mektep gimnaziyada mehmoni bo'lyapmiz. Bu yerda bizning ma'rifimizga emgak singgan Mamlakat Alimovadan qisqacha shu maktabning hayoti, faoliyati narxasi to'g'risida so'ramoqchimiz. Qani mamlakatda shu haqida ishga gapirsangiz. Abdullah Rozbaqayev maktabining tarixi intayin uzun, o 50 yillik tarix. 1960 yılı birinci Uyghur sınıfları açılgandan buyon, mana 50 yıl ötdi. 50 yılın içinde biz çoğun yengiraq özünüz aytgandek dunyoga tanılgan Uyghur gimnaziyasi bo'lib hisoblanamiz. Bu maktabda 1400 o'quvchi o'qiydi. 120 oshiq muallim ishlaydi. Nurg'ulg'an muallimlarimiz oliy bilimlik, yuqori darajalik muallimlar. Ular balalarga o'zining ona tilida bilim berdi. Shundaqla biz ingliz tilini, rus tilini ve kazak tilini çoğunkur özleştirip kelyapmiz. Şu memlekette şu üç tillik programını en birinci qo'llab qo'yilgan maktablardan biri siz. Hozirgi kunda şu faoliyat qanday darajada deb o'ylaysiz? Men o'ylaymanki bu programmani biz qabul qilgan vaqtida durust qabul qilgan o'xshaymiz degan fikrga keldim. Sababi bizning maktabni tugatgan nurg'ulg'an o'quvchilar institutlarda, universitetlarda qiynalmasdan 3 tilda o'qib başka balalarga ulgu bo'lib kelmoqda. Mamlakatda nega mehmon kelyotgan odamlar chet eldan kelibdi, dunyo Uyg'urlarga qanday shu maktabning ona tili to'g'risida ishga qarang qilsangiz. Men o'ylaymanki, Qozog'istonda yashayotgan Uyg'urlar eng baxtli Uyg'urlar, sababi ular o'zining ona tilini o'rganib qolmasdan taraqqiy etib kelyapti. Shundaqla kelajakda shu Uyg'ur tilini boshqa millat balalarga o'rgatadi degan o'yim bor. Ondaq degende biz til tarafdan aytgan vaqtida, o'z vaqtida ulug' odamlarni biz bir necha til bildi deb maqtangan bo'lsak, hozirgi vaqtda bizning balalarimiz 4-5 tilni o'zlashtirib chiqib kelyapti. Demak, sırt ellerge chiqqan vaqtda bizning balalarimiz hech bir qiynalmaydi. Bugün biz 153-cü mektep gimnaziyasının bugün ustazlarından biri Mamlakat Alimovadan söhbət aldık. Endi chet ellik qarindoshlarımizga bir salomlarimiz bo'lsa. Aytmoqchi bo'lganim, shu maktabda ishlagan 56 yil ichida men nurg'ulg'an o'quvchilarni o'qitib, hayotga yo'llanma berdim. Shundaqla chet ellarda men o'quvchilarim jiq. İtalya, Germaniyada, İrlandiyada, Shvetsiyada, Fransiyada o'quvchilarim shaqda emgak qilib ishlayapti. Onun bir dalili birinchidan o'zining tilini bilgan bo'lsa, ikkinchidan chet tillarni yaxshi o'zlashtirgani bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun shu Uyg'urlarning zich joylashgan Belgiya, Shvetsiya, Germaniya va boshqa ellarda yashayotgan Uyg'urlarga o'z ona tillaringlarni unutmay, balaringlarga ona tillaringlarni o'rgatinglar demoqchiman. O'zinglar tug'ilgan vataninglarni unutmasdan shu vatanga kelgan vaqtlarda balaringlarga Uyg'urcha kitoblarni ip ketinglar demoqchiman. O'ylayman bugun gazetdan o'qib Turkiyada ochilgan Uyg'ur balalar bog'chasini hozir balalar o'qib chiqyapman. Demak, boshqa davlatlarda yashayotgan bizning Uyg'urning balalarimiz o'zining tilini yuturib qo'ymas uchun shu yerdagi Uyg'urlarning tashabbusi bilan ochilgan balalar bog'chalari o'zining ona tilini yaxshi o'zlashtirib kelyapti. Agar bizning ularga yordam kerak bo'lsa, biz har doim yordam beramiz. Assalamualaikum hörmətli teletomoshabinlar. Bugungi kunda Abdullah Rozbaqayev nomidagi
153 mektep gimnaziyada bizde mehmanda Uyghur TV'den Recep Bey. Biz Recep Bey'e çok rahmet edip, çok teşekkür izhar kılımız ve bugünkü köylükte bu kişi bizim mektebimizin faaliyetini, bizde mektebimizde bulunan barlık iş caddelerini bütün alemge Uyghur TV kanalı arkalı bütün Uyghur dünyadaki kıyımdaşlarımıza tanıtıladıdır. Şunun için biz çok rahmetimizi etimiz. Endi bu yerda bizning bilishimizcha bu maktabning farqlanadigan taraflari ko'p. Endi sizlarning maktabingizning alohida farqlanadigan taraflariga kichkina to'xtalib o'tsangiz. Bizim mektepniki başka mekteplerden emas, Uyghur mekteplerden emas, başka Rus ve Kazak mekteplerden de farkı çok. Sebebi mesela eğer de Kazak mektebinde okuyan balalar Rus dili, İngiliz dili ve Kazak dilini özleştirip çıksa, bizim balalar 4-5 dilini özleştirip çıkmadı. Bunun özü bizim balaların institutta okuğanğa, yakınız mı çok okuş orunlarda okuşağa intayın çok tesir kılatıdı. Şunun için ben üzerindeki okutulan okuyucuların da bir nesinin familiyasını atısam boludu. Ola bunu Halkı Egiligi İnstitut'niki ekonomik bölümlerini tüketken Palşuva ensem, Medisina İnstitut'niki Medisina İnstitut'u okup tüketken Turdiyeva İşbarkan hazır Germaniyada işlev atıdı, yollarını bilen ketken o kız. Şundakla bizim ballarımızın köpüntüsü bunu iqtisat mesele boyunca internet köplügen okuş orunlarını tüketip hazır vaqtda özürü bir kişilik işini işlev kemetmekte. Bu öğretmen bizim okulda çalışıyor. Hep 50 yıldan açtı. Bu okul Abdullah Rıfakir hakkındaki okul ve çok tarih var. Çünkü bizim sadece iki dil değil, 3-4 dilde öğrenciler öğrenmekte ve bu okulu bitiren son Kürt öğrenciler Kazakistan'daki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde bilimin devam edebilir. Ve sonra bu okulda çalışan öğretmenler çoğu bilimi yukarı.